Xona gullari kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz rasula gulini ko'paytirishni o'rgatamiz. Ikki xil usulda ko'paytiriladi. Birinchisi shirinka orqali ko'paytiriladi, ikkinchisi esa barik orqali ko'paytiriladi. Buni suvga solish shart emas. Shuni tuproqqa ekib qo'yilsa bo'ldi. Shu bilan barglarni yaxshilab cherinkani qotirib qo'yamiz. Undan keyin esa barglarni asab sug'urib olib, keyin universal tuproqqa ekamiz. Ikkinchi bargimizni ham oldik mana. Keyin universal tuprog'imizga chiroyli qilib ekib olamiz. Endi ekkan cherinkalarimizga sprey qilamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling.